hozir kelsin. Hamma mening fotolarimni, videolarimni o'chirib tashlasin. O'ldi deb video qo'yganlarni hammasini o'chirsin. Keyin o'ylanib ko'raman. Ariza yozamanmi, yozmaymanmi? Lekin u narsani qilmasa, hozir ertaga boraman. Shu O'zbekistondan ham, Qozog'istondan ham ariza tushadi ustiga. Menga farqi yo'q, u Dubayda yuradimi, boshqa yerda yuradimi? Men yozaman, bo'ldi, kutaman. Qachondir kelishini. Menga undan hech nima kerak emas, do'stlar. Menga podдержка beraman deb o'zini axlab, unaqa qilmasin u. O'ziga защита qilmasin. Уже qilarning hammasini qilib qo'ydi уже u. Endi o'zini axlolmasin unaqa. Almatidaman. Multik ko'rishamizmi deydi shu. Video qo'yibdi. Qanaqa ko'rishadi men bilan? Almatida emas u вообще-то. Kela olmaydi ham bu yerga. Boshqa yerda yurku, Moskvami, bir nima yerda yuribdi u. Prosta ishonmanglar. Har nima desa ham ishonish kerak emas-da. Ko'rdingizlarmi? Odamning hayoti bilan o'ynash u noto'g'ri narsa. Xo'p, mayli, sizlar meni xavotir olasizlar. Даже yig'lagan odamlar ham bor men uchun. Mening oyim, akam, ukam, opam, yaqinlarim hammasi nima? Ular ham xuddi sizlarga o'xshab xavotir oladi. To'g'rimi? Bu o'ynaydigan narsa emas prosta. Men shu kungacha Sardorni hamma narsasi uchun kechirib kelganman. Uni hurmat qilib kelganman, lekin bu narsasiga men kechirmayman uni. Kechirmayman. Menga undan hech nima kerak emas. U menga bir podдержка beryaptimi? Naborot, menga zarar beryapti-da. Tushunyapsizlarmi? Zarar. Bir menga berayotgan podдержкасы yo'q. Men bilan uchrashish uchun oldinlari bir podark urib yurardi. Men bilan uchrashish uchun shu yerga kelib meni chiqarish uchun uchrashuvga. Bo'ldi. Shu uchun podark urgani bor menga. Undan keyin menga bir foydasi tekkani yo'q. Unda ham o'zining foydasi uchun urdi podark. O'zi men bilan uchrashish uchun urdi, bo'ldi. Undan keyin menga yuragi og'radi, bu qiz bir podдержка beray deb bir podдержка bergani yo'q-ku menga. Yolg'on gapirmasin prosta. Короче, men ko'p gapirgim kelmaydi. Kelsin. Uzr so'rasin hamma xalqdan. Bo'ldi. Uzr so'rasin, kelsin oldimizga. Уже u odam haqida men davno уже gapirmay qo'yganman. Menga qiziqmas bu odam, вообще qiziqmas. Meni shu kungacha qadr qimmatimni pasaytirib, ustimdan kulib, haqorat qilib yurgan odam menga kerak emas.